Assalomu alaykum, hurmatli kitobxon. Bugun sizlarga turk yozuvchisi, adabiyotshunos, dramaturg, jurnalist va o'qituvchi Rashod Nuriy Kuntekinning butun dunyoga mashhur bo'lgan Choliqushi asarini mutolaa etishlaringizni tavsiya etaman. Ushbu asar turk adabiyotining eng mashhur asarlaridan biri bo'lib, u romantik psixologik roman hisoblanadi. Ushbu asarda turk xalqining 20-asr boshlaridagi ijtimoiy hayoti, urf-odatlari, ayol taqdiri va muhabbat mavzulari o'zida mujassam etadi. Choliqushi bu o'rmonda yashovchi kichik qushcha bo'lib, u asar bosh qahramoni Feridening tabiatga yaqinligi, uning mustaqilligi va pokligini ramziy ma'noda ifodalaydi. Feride chiroyli, ammo qaysar va sho'x qiz. U Istanbulda ta'lim olib, kelajakda o'qituvchilik kasbini egallaydi. Biz asarni o'qish davomida Feridening kundaliklari orqali uning ichki kechinmalarini, insonga, hayotga, muhabbatga va jamiyatga bo'lgan munosabatini ko'ramiz. Inson muhabbatsiz yashay oladimi? Bu tuyg'u inson hayotida qay darajada ahamiyatga ega? Muhabbat bu qalbdagi eng oliy tuyg'u bo'lib, u kishilarning fikru amallarini boshqaradi, tasarruflarini harakatlantiradi. Ushbu romanda aynan muhabbat mavzusi shiddatli va hayajonli, ta'sirli va azobli tarzda kechadi. Ayolning jamiyatdagi o'rni va uning mustaqilligi, muhabbat, sadoqat va or-nomus kuchi, ma'rifat va o'qituvchilik kasbining yuksak burchi hamda inson hayot sinovlari orqali kamolga yetishi ushbu asarning asosiy g'oyasi hisoblanadi. Aziz kitobxon, turk adabiyotida, nafaqat butun dunyo adabiyotida Feride obrazi bu ayol jasorati va matonati ramzi sifatida qadrlanadi.